ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ko'z-ko'z qilib nikoh to'yi marosimida yo'l bezoriligini sodir etgan haydovchiga nisbatan qonuniy tartibda chora ko'rilmoqda. Haydovchi shahar ko'chalari bo'ylab transport vositasini boshqarish davomida yo'l bezoriligini sodir etib, transport vositasini qo'l tormozini tortib, tezligini saqlagan holda shinalarni sirpantirib, transport vositasining yo'nalishini keskin o'zgartirib, transport vositasini boshqarish davomida o'rtog'ini kapot qismiga mindirib olib, o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib, bu kabi qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etgan. Ushbu holat bo'yicha haydovchi va transport vositasi topilib, haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 premon moddasining 1-qismiga asosan ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirib berilmoqda. To'plangan hujjatlar jinoiy ishlar bo'yicha Samarqand shahar sudiga yuboriladi. O'rtog'imni to'yi edi. Ruchdan tortdim, buksat qildim. Keyin bitta o'rtog'im keldi, kapotning ustida o'tirdi. Haydadim, hali ham yaxshi bosib ketmadim, kechirasiz. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa haydovchilarga tavsiya qilmayman. Qaytarilmaydi boshqa. Haydovchining me'yoriy hujjatlarini ko'zdan kechirish davomida transport vositasi 1974-yilda ishlab chiqarilganligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni transport vositasini ishlab chiqarilganiga 50 yildan oshganligi ham ma'lum bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha haydovchi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga borib transport vositasini hisobdan chiqaradi. Hurmatli haydovchilar, bu kabi holatlardan o'zingizga kerakli xulosa chiqaring. Bir kunlik nikoh to'yi marosimi deb turli ko'rinishdagi qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib, o'zingiz va o'zgalar hayotini xavfga qo'ymang. Yo'llarda yo'l harakati qoidalari hamda haydovchilik madaniyatiga amal qilib avtoulov boshqarishlaringizni so'raymiz.